Angrenda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Kecha 7-fevral kuni Toshkent viloyatining Angren shahridagi ko'p qavatli uylardan birida yong'in kelib chiqdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha soat 23:19 da Angren shahridagi Dukont Qo'rg'oni Ulug'bek mahallasida joylashgan 4 qavatli binolardan birining tom qismida yonayotgani to'g'risida Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra qutqaruv ekipajlari soat 23:30 da voqea joyiga yetib borib, binoning barcha fuqarolarini evakuatsiya qilgan. Yong'in soat 23:57 da qurshab olinib, soat 00:50 da to'liq bartaraf etilgan. Qo'shimcha qilinishicha, yong'in oqibatida bir kishi hayotdan ko'z yumgan. Bunday voqealarning oldini olish uchun isitish vositalarini ko'zdan kechirishni tavsiya qilamiz. O'zingiz va oilangizni asrang.